Men Oltiariqdan keldim, Oltiariq rayonidan. Otim Oripov Zokirjon. Shekka har yili kelib, bir yilda 2 marta dam olamiz. Mana bu sahar uchun shekka ko'proq kelamiz. Bu yerda yaxshi kutish bo'ladi, lecheniylari yaxshi bir yosharib yaxshi bo'lib ketamiz-da shu yerda. Xodimlari yaxshi. Alisherjon nihoyatda yaxshi kutib olib lechenilarni qiladi. Biz yaxshi yuramiz-da shu bizning nimamizga. Mana bu suv yoqadi bizga. Shu yerda turgan suvimiz. Shifobaxsh suvlar. Shifobaxsh suvlar. Har 6 oyda kelib dam olamiz shu yerda. Bu yerda parafin olamiz, massaj olamiz, elektroparezlarni olamiz. Shularni olamiz-da shu yerda. Vannalar bor, ajoyib. Vannalar bor. Bochka bor, undan keyin bankalar bor, orqaga qo'yiladi. Igna bor. Igna terapiya bor. Men o'zim oyog'im og'rib turadi har zamonda. Belda ozgina grija bor. O'zim Bog'dod tumani Qorovtepa qishlog'idanman. Men har 6 oyda kelaman shu erta bahor, aprel oyida, kuzda, oktyabr oyida kelaman. 6 oylik lecheniya shu 6 oyga menga hayotda kuch-quvvat beradi, shuni kuchi bilan yuramizda. Mana xudo xolasa 70 ga kirdik. Va akamiz 71 ga kirdi. Mana shu yerda dam olib ish qilib. Ammo qizlarimiz bor bu yerda. Bir kelsangizlar, tog'ajon yaxshi chiroyli kutib oladi. Alisherjon ukamiz muomalalari yaxshi. Muomalalari yaxshi. Qanaqangi muolaja bo'lsa, o'zimizga kerakli ukol dorilarni yozib beradi. Ukol dorilar. Mana hozir ham ukolni olib chiqyapman. Allohga be'adad shukr, shu yurakka quvvat bo'ladigan magniy, kaliy ichida shu bunaqangi vitaminlari bor narsalarni olib, mana hozir ham lecheniyadan chiqyapmiz. O'shanda har yili mana shu yerga kelamiz. O'ta mana archalar, bu yerda havosi o'ta toza. Bu yerda kelgan odam xudo xolasa hammasi bu xursandchilik bilan chiroyli bo'lib ketadi. Sababi bu yerda muomalalarni o'zini ko'rib bir hayron qolasiz-da. Hali nima deydi, o'zingni oldingda oqqan suvni qadri yo'q deydi. Bu yerdagilar unchalik bilmasa, Qashqadaryo, Surxondaryo, Toshkentdan, So'x taraflardan, Marg'ilon, Andijon, mana shu yerda nihoyatda ko'pchilik har yili Qirg'izistonlardan keladi. Ular bilan do'stlashib, qandaydir bir opoq-chapoq bo'lib, xuddi bir aka-uka deb bo'lib qaytdik-da ular bilan. 15 yildan beri kelaman-da, har ekmatda kelaman mana shu yerda. Yaxshi. O'shaning uchun muolajalar nihoyatda yaxshi. Ta'siri bo'lganligi uchun, shu foydasi bo'lganligi uchun kelyapmiz. Mana shunaqa qilib yosharib yuribmiz-da. Do'stim bilan anaqa aylanishi. Mana bitta 15 yildan ortiq bo'ldiki, beka kelganimizga. Yaxshi uchun kelamiz-da shu yerda. Ham tinch, muomalalari yaxshi bu yerda. Mo havosini qarang, mo archalarni qarang. Odamlar toqqa borib yuradi. Mana bizim tabiatni go'zalligini qarang. Shundaqa yaxshi mazza qilib damda olib, lechenini olib ketamiz-da.